aksiyaları kod koyupmiz. Nov aksiya desanglar 6 dana galageni 1 yil sırasını hozir şu 160 ming so'm evazine Ustanov ikisi 6 galageni 1 yil sırasına ega bo'lasizlar do'stlar. Assalomu alaykum, qadrli Baland qadrdan obunachilar. Xudo xolasa bugun Atayurtda ishlangan videolarimizni bir qator ko'rib chiqamiz. Bu yoqda yana Sezar natijali patolog hamisha xizmatlaringizda. Kimda kim shunday xizmatlarimizdan foydalanaman desangizda, shu pastdagi nomerlarga telefonu bemalol zakaz berib ishlatsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bizlarda necha xizmatlar bor desa, xudo xolasa bizlarda Ustonovki xizmatlari hamma narsasi bor. Guruhda yana gulli natijali patologlarda ishlatganlar yana o'zingizning didlaringizga qarab necha razmerda ishlatchak bo'lsangiz yo necha gul tanlajak bo'lsangiz, xudo xolasa bemalol shu pastdagi nomerlarga bog'lanib so'rasangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu yoqda yana bort natijnoylar ham ishlab berganmiz. Bu bort natijnoylarimizda hozir bomba aksiyaga yetib turibdi. Shu bomba aksiyamizdan ulgurib foydalanib qoling. Faqat 1 oy amal etadi. Hozir bomba skidga yetib turibdi. Xudo xolasa shu bort natijnoy ishlatib qolsangiz ko'p yil xizmat qiladi. Bu hozir buni ishlagan bahamiz 180 mingdan 50 ishlaganmiz. Hozirgi vaqtga kelganda 160 ming so'mdan skidga tushirib qo'yibmiz obunachilarimiz uchun. Xudo xolasa kimda kim shu xizmatlarimizdan foydalanajak bo'lsa, pastga nomerlarni qo'yamiz. Sezar natijali patolog hamisha xizmatda. Shu ko'rib turgan natijani o'ylansam, xudo xolasa ishlarimizni qo'yib berganlar bemalol ishlarni ko'rib baqa beraverasiz. Bu yoqda yana joyin dizaynlarini ham ko'rib turibsiz o'zlaringiz. Zo'r etib ishlangan. Joy tushiran passiv etib, xudo xolasa zakon etib ishlab beramiz. Bundan tashqari bort natijani zakaz etsanglar, bizlarda bundan tashqari cheklanmagan miqdorda aksiyalari kod koyupmiz. Nov aksiya desanglar 6 dana galageni 1 yil sırasını hozir şu 160 ming so'm evazine Ustanov ikisi 6 galageni 1 yil sırasına ega bo'lasizlar do'stlar. Ko'rib turganlari sizlar bort natijnoy. Sezar natijnoy patolog. Hamisha xizmatlaringizda. Kimda kim shunday xizmatlarimizdan foydalanajak bo'lsa, pastdagi telefon nomerlariga bog'lanib yoki ofisimizga kelib bemalol o'zingizga qadar dizaynda tanlab ketsangiz bo'ladi. Barchaga rahmat, yetkazgan vaqtinizda rozi bo'linglar.